Kuni kecha davlatimiz rahbari hozirgi kunda Saudiya Arabistonida bo'lib turgan hojilarimiz bilan telefon orqali muloqot qildilar. Yurtimizda hamma va xosatan hojilarni juda ko'p mamnun qildi. Muftiy Hazrat boshchiligidagi haj delegatsiyasi qatorida malakalik ellikboshilar, ko'p yillik tajribalarga ega bo'lgan ulug' ustozlar tomonidan ma'rifiy suhbatlar olib borilayotgani guvohi bo'lib turibmiz. Muftiy Hazrat kecha muloqotda ta'kidlab o'tdilar, tibbiyot soha vakillaridan jamoa hamma sohani yetuk mutaxassislari jalb qilinib, tibbiyot sohasida nima kerak bo'ladigan bo'lsa, barcha sharoitlarda muhayyo qilyaptilar. Yoshi ulug'lar uchun bu ayni asqatadigan, ibodat asnosida asqatadigan ishlar. Bir mehmonxonani o'zida 4000 va undan ziyod odamlar uchun bir vaqtni o'zida taomlanib chiqib ketishlik sharoitini muhayyo qilingani juda katta tahsinga sazovor ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Mino va Arafot vodiysida hojilar uchun yaratilgan qulay sharoitlar. Avvalgi yillarda 2000-yilda boshidagi borgan hajimizdagiga agar nisbatan olib qalinadigan bo'lsa, juda katta va qulay sharoitlar. Diniy sohada olib borilayotgan ishlarni jonlik ko'rinishi prezidentni o'zi, yurtboshimizni o'zi 15,000 bizdan borgan ziyoratchilarni xabar olishi va uni jarayonidan doimo o'zi boxabar bo'lib turishi bizni juda katta g'ururlantirdi va faxrlantirdi. Muhtaram prezidentimiz bilan muftiy hazratlarining muloqotlarini eshitdik. Juda katta taassurotlar buni hozir gapiryapman. Prezidentimiz hoj safariga ketgan 15,000 vatandoshlarimizni u yerga qanday mehmonxonalarga joylashganligi, ular uchun yaratilgan sharoitlar, ularga ko'rsatilayotgan tibbiyot xizmatlari haqida juda qiziqish bilan so'rab murojaat qildilar muftiy hazratlariga. Muftiy hazratlari O'zbekistondan kelgan hojilarni Arabistonda qanday zo'r mamnuniyat bilan kutib olishganligi, ularga alohida ehtirom ko'rsatayotganligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Makkadagi eng chiroyli, eng sharoitlar yaxshi bo'lgan mehmonxonalarga joylashtirganligini aytdilar. Undan tashqari 50 ta meditsina xodimi hojilarga xizmat qilyapti. Bularning ichida oddiy vrachlar emas, oddiy doktorlar emas, balki bularning ichida fan doktorlar, professorlar, meditsina fanlari nomzodi dotsentlar borligini, eng yuqori malakali tibbiyot xodimlari ekanligi, ular har kuni hojilarning holidan xabar olib, sog'liqlarini tekshirib, muntazam nazoratda tutib turganliklari haqida gapirdilar. Kecha mana binoga chiqishdan oldin 15,000 ta hojini hammasi tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, hammalarini sog'liq salomatliklari joyida, ular bemalol Mina safariga ketishlari mumkinligini ta'kidlab o'tdilar. Ovqatlanish jihatlari ham juda ham o'zimizning milliy taomlar bilan ovqatlanayotganliklarini ta'kidlab o'tdilar. Prezidentimiz ta'kidladilarki, hoj safaridan qaytib kelgan hojilarimiz o'zlari yashaydigan mahallalarda yoshlarga, boshqa fuqarolarga ibrat bo'ladigan darajada hayot kechirishlari lozim ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Shunga ular tayyorgarlik ko'rib kelishlarini ta'kidlab o'tdilar. U yerda olgan taassurotlarni ertaga kelib mahallada yoshlarga, tengqurlarga, mahalladoshlarga o'z taassurotlari haqida chiroyli ma'lumotlar berishlari lozimligini ta'kidlab o'tdilar. Ular yoshlarga ibrat bo'lib, yurtimizda tinchlik, osoyishtalik, farovonlikni ta'minlashda boshqa fuqarolarga nisbatan ibrat bo'lishlarini, shaxsiy nomini ko'rsatishlari lozimligini juda ta'kidlab o'tdilar. Bu yil mana 2-marta prezidentimizni hojilar bilan muloqot qilishlari, bu muloqotlar hojilarimizni ruhan ko'taradi. Ularning ibodatga bo'lgan ishtiyoqini yanada mustahkamlaydi. Ular vatanimizning farovonligi uchun, xalqimizning ertangi kuni uchun xayrli duolar qilib Allohdan so'rab keladilar. Albatta shunday duolar albatta ijobat bo'lmay iloji yo'q. Umid qilamizki, hojilarimiz prezidentimizning murojaatidan ruhlanib, haj ibodatlarini chiroyli, yuqori tarzda xushi bilan, Allohga muhabbat bilan bajarib, ertaga omon eson, sog' salomat yurtimizga qaytib kelishlarini Allohdan so'rab qolaman.